Qolgan narxini aytaman 32.800 dollar bo'ladigan narxi 3 xona qilingan xonadon, elitni domdan topib qo'ydim, chempion lokatsiya. Kiraverish qismidan o'zini mana shunaqangi tepasigacha kafillari bo'lgan yangi Ariston, mana bunaqa zo'r usullardagi to'mishga taqir-tuqurlari bilan juda ham katta sanuzili va mana bu yerdan kirgandan mana shu holni o'zini bitta xona desa ham bo'ladi. 220 mi, 230 ga xullas 5 metr, 5,5 metr ekan. Mana bu yerda yotoqxona qismi bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. Zo'r holatda remont qilingan, juda ham arzon narxi 32.800 dollar 3 xona qilingan xonadon, Fayzobod masjid deb kelaveringlar. Samberi magazin bilasizlar? Mana bu yerda mehmonxonasini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Endi mana bu yerda oshxona qismini ko'rsatib o'taman. Mana bu o'zining kompaktli chotka oshxonasi, tepasigacha zo'r holatda kuxna naborlari qilingan, marmarlari qilingan. Mana bu yerda gaz bor, yangi elitli 8 qavatli liftli domning 8-qavatida joylashgan, super narx, super xonadon. Tezroq ulgurib qoling. Agar sizda nima deydi uni? Uy olishga ishtiyoq bo'lsa, ikkilanib o'tirmang. Bu narxga, bu territoriyadan bir xonali uy ham yo'q. Salomat bo'ling.